Zohir aka, yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mavzuga kirishdan oldin qisqacha o'zingizni tanishtirib bersangiz, kimsiz, kim bo'lib ishlaysiz? Xo'p, men shu logistika sohasida 4 yildan buyon ishlab kelaman. Xo'p, bu sohada hamma qatori men ham updater pozitsiyasidan boshlab dispetcher pozitsiyasida ham ishlaganmiz. Va hozirda kompaniyaning menejeriman. Tushunarli. Xo'p. Endi biz o'ylaymiz, shunaqa deb bilamiz, logistlarda pul ko'p, o'ta ko'p. Biz shunaqa deb bilamiz. Endi o'ziga yarasha qiyinchiligi ham bormi? Shu sohaga kirmoqchi bo'layotganlar, logistikaga qiziqayotganlar oldindan bilsin pasti balandini. Pul taraflarga keladigan bo'lsak, ish bu yerda emas, Amerikada bo'lganning hisobiga pul baland. Ikkinchidan bunga yarasha o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Birinchidan sog'lig'ini yo'qotadi. Uyqusizlik, stress, bitta joyda постоянно 8-9 soat o'tirib ishlash, broker bilan driver o'rtasidagi muammolar. Endi bu logistikani sohalari ko'p. Bizniki asosan dispetcherlik sohasi bo'lsa, ya'ni yuk olib berish sohasi bo'lsa, buni alohida safety, fleet, accounting departamentlar ko'p. O'shanga yarasha har bitta departamentda o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Qiyinchiligi bor, ha? Xo'p, o'sha qiyinchiliklardan misol keltirasiz. Qanaqa qiyinchilik bo'lishi mumkin mana? Stresslar bor dedingiz. Nima stress bo'ladi? Stresslar shu yuk olinganda, shu har xil facilityda yoki broker bilan driverda o'rtasida shunaqa holatlar bo'ladi. Narx masalalari bo'yicha muammolar bo'ladi. Xo'p, uyqusizlik, ya'ni Amerikada kunduz bo'lsa, bizda o'sha kech payt bo'layotgan bo'ladi. Ish vaqti rejimi boshqacha. Asosan noshta ishlaydi. Asosan noshta ishlanadi. O'shani hisobiga birinchi kirmoqchi bo'lgan odam sog'lig'ini hisobga olish kerak. Men bu sohada ishlasam, meni sog'lig'im ko'taradimi? Endi hammada har xil. Endi ko'pchilik ishlayapti. Endi ba'zilar o'zim eshitganman, kirgan, ozgina ishlagan, puliga ham qaramagan, sababi sog'lig'im ko'tarmaydi ekan menda. Doktorga borgan mashtaqa shunaqa kasallik nima ish qilasiz? Shu logistikami? Yo buni tanlang, yo sog'lig'ingiz degan ko'pchiligi. Chiqib ketganlar ham bo'lgan, sog'lig'i ko'tarmasdan. Endi hammada har xil. Demak, bunda shu nashnoy smenada ishlashga jismoniy bir holati pozvolat qila olish kerak. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, demak, bitta muammo, asosiy muammo sog'lik ekan. Shu noshta ishlashning hisobiga stress dedingiz. Nima yana stress beradi ularga? Stress beradigan voqea. Endi masalan, bitta dispetcher yoki updater, bitta yukda, endi yuklarning narxi baland. Unda masalan broker может aldab qo'yishi mumkin yuk olganda. Hozir skamerlar bo'lib ketgan, shu bo'yniga oladi-da yukni dispetcher. O'shandagi muammolar yuk bilan brokerning o'rtasida facilityda bo'ladigan muammolar bo'ladi. Keyin eng katta muammolardan biri o'zimizda yaqinda bo'ldi. Xizmat yuk. Ya'ni xizmat yuk kimyoviy materiallar. Kimyoviy materiallar. Yukni olgani kelgan, yukni olgan va yuk xati beradi-da, o'sha yukni yuklaganingizdan keyin yuk xati BOL beradi. Bizda o'sha qog'ozni bermagan. Broker aytganki, sen yo'lga chiqaver, men senga jo'nataveraman emaildan degan. O'sha kech payt edi. Driver yo'lga chiqib ketgan. Ertamanga yaqin o'sha 150 maylni osha yurgan. Keyin email kelgan BOLda. BOL ochib qarasak, o'sha BOLda xizmat bo'lganda yuk. Lekin negotiation kelishganda unaqa deyilmagan. Sababi xizmat yukka alohida pul to'lanadi. Rate boshqacha bo'ladi. Qo'shimcha to'lov qilish kerak edi bu. Xizmat yuklarda narxi boshqacha bo'ladi. Chunki alohida litsenziya bo'lish kerak, kompaniyada ham, driverda ham litsenziya bo'lish kerak. O'shani hisobiga shu yukni tashish. Shu yukni tashish. O'shani hisobiga narxi balandroq bo'ladi. Bizga uni broker aytmagan bunaqa yuk borligini. BOLda ko'rganimizda, sen bizga aytmading bunaqa yuk borligini desak, men ham bilmagandim dedi. Endi broker может bilgan. Xohlasang orqaga qayt degan, tushirishib oladi degan. O'sha yo'lda hamini yurib qo'ygan. Yo'lda pashtiamni yurib qo'ygan. 500 mayl atrofida yuk bo'lgan. 2 soat o'ylanganmiz ertamanga yaqin. Orqaga yursa ham o'sha ertamanda stationlar ochiladi. Keyin o'ylanib, siz yo'lingizni davom eting deganmiz driverga. Biz bu yoqdan recoveryda harakatini qilganmiz. Mabodo polis to'xtatsa, u yuk o'sha yerda qoladi.
litsenziyasi bor driver kelib olib ketadi u yukni. Lekin agar buni holatda polis ushlasa, driverga ham, kompaniyaga ham katta violation bo'ladi. Ya'ni kompaniyaga autoservis berib yuboradi. Bu katta violation. Xo'p, lekin yo'lda davom ettirdi, tavakkal qildik. Faqat yo'liga biz recovery qaradik. Recovery yukni agar mabodo to'ssa olib ketgani. Zaxira. Lekin bizga tajriba bo'lib qoldi, shu yuk joyiga bordi. Omalakka hamma fokus ashunda bo'ldi, hammada. Nima bo'lar ekan, yo'lda nima, hamma anaqani qaratdik bunga. Fokus. Yaxshi, vaqtida keldi, yuklab oldik. Bundan keyin o'sha o'zi aslida BOLda olmasdan chiqib ketmash kerak edi. Bolalar ruxsat berib yuborgan. Email jo'natib yuboraman deyapti. U yoq driver aytgan, "Ketaver, uje yukni olib oldim" degan. Ozgina kutgan, yarim soat, 1 soat kutgan, uje kelmayapti BOL. Bo'pti, yo'lga chiqib boravering deyishganda, endi driver ham ketay tezroq degan. Shunaqa qilib bizga tajriba bo'lgan. Bundan keyin masalan BOL bo'lmasdan oldin, yuk xati bo'lmasdan oldin yo'lga chiqish tavsiya qilinmaydi endi. Demak, yangilarga ham shu narsaga qattiq turishini shu narsa tavsiya qilasiz. Bo'ldi, zo'r.